so'lidim, atir hidimdan asar ham yo'q. Halokatim yaqin, qisqa umrimni xazon qildingiz. Meni zararli hasharotlardan tozalaydigan chumolilarni oyoqlaringiz bilan bir bosishda nechtasini o'ldirganingizni, zavqlanish uchun kelgan kapalakni ikki kaftingiz bilan shapaqoqlab o'ldirganingizni, bizni nasl qoldirishimizga sababchi bo'ladigan asal ariga nogohon tegib ketganingizda chaqib olganda onangiz huzuriga dodlab ketganingizni eslaysizmi? Biz ojiz bo'lsak-da, kapalakni umri bir necha soatlik bo'lsa-da, asal ari sizni chaqib o'zi o'lsa-da, baribir insonlarga manfaati tegadigan jonzotlardir. Mayli, zavqlaning, ammo bizni xor qilish evaziga emas. Shu 10 yoshga to'lib, qani aytingizchi, kimga foydangiz tegdi? Samira qilgan ishlaridan o'zidan xafa bo'lib, ho'ngrab, ko'zlariga duv-duv yoshlar kelib, yig'lab, nima qilsam meni kechirasiz, uzurimni qabul qilasiz. Gulni Samiraga rahmi kelib, albatta kechirdim, chunki siz hali qalbi pok, beg'ubor qizchasiz. Va lekin o'tgan ishlar sizga saboq bo'lsin. Uni hech qachon takrorlamang. Gul opalarimni uzib ketmang. Mayli, uyingizni, xonalarini bezating va bizni qisqa umrimizni qanday himoya qilishlikni o'rganing. Tabiatdagi har bir jonli-gu jonsiz mavjudotni inson manfaati uchun yaratgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Dunyoga keldim-u, lek yasholmadim. Sarobga aylandi ne tilaklar. Hattoki bir gulcha bo'la olmadim. Ussa quvonardim go'zal malaklar. Ana aziz bolajonlar, hikoyani eshitdingiz. Bu hikoyani arab tilidan Abdurahmon Safo tarjimasi, turklik Abdumajid Azim tarjimasi.